Avtoparkovka. Aha. Ay, xudojonim, bunga bosib ketmaylik. 100% zaryadi bor, lekin nimagadir ertalab yonmadi motor qismida. Mana bu tormoznoy jidkost. O'sha eski DS motorlarda turadigan akkumulyatori bor bularni. Antifriz uchun mana bu ochilar ekan. Mana bu qismi ochilar ekan o'rtoqlar. O'zbek xalqi mana shu mashinani sevib, sotib olib, albatta mana shu shaharlarimiz BYD songlar bilan to'lgan paytida restyling versiyasi chiqdi-yu, biz chempionlarga bo'lgan mehrimiz BYD sonlardan ham o'tib ketdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Azizlar, mana ko'rdingiz, BYD Song Champion Edition avtoparkovka bilan chiqdi. BYD sonlardan farqli o'laroq bizda avtoparkovka bor. Demak, ketdik azizlar, bugun sizlar bilan BYD Champion deb xalqning orasiga tanilyapti. Albatta biz mana shu BYD Song Plus flagshiplarni bilardik. Bizda albatta mana shu O'zbekistonimizning ko'plab yerlarida ko'plab o'zbek xalqi mana shu mashinani sevib, sotib olib, albatta mana shu shaharlarimiz BYD songlar bilan to'lgan paytida restyling versiyasi chiqdi-yu, biz chempionlarga bo'lgan mehrimiz BYD sonlardan ham o'tib ketdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugun sizlar bilan BYD chempion haqida gaplashamiz. Qani ketdik azizlar. O'rtoqlar, biz hozir BYD chempion haqida gaplashadigan bo'lsak, 218 ot kuchiga ega bo'lgan. Demakki 87 kilovatlik akkumulyatorga ega bo'lgan. 605 kilometrga bir zaryadkada yetib oladigan ushbu krasavchik haqida gaplashamiz bugun. Sizni sevimli mashinangiz. Demak azizlar, Dragon Face, biz bilamizki, mana shu ajdarho timsolida bo'lgan ushbu mashinamizda oldin ko'rinishlarda BYD sonlarga qaraganda ozgina o'zgarishlar bor. Sababi mana bu tomonda bizning optikamiz juda ham BYD Seal degan mashinani agar eslasak, BYD Sealdan BYD Sealning husn jamolidan ilhomlangan bizning dizaynerimiz, BYDning dizayneri ushbu bozori chaqqon hisoblangan BYD sonlarga ham buni kirgizib, buni chempion bo'lib ketsa kerak degan umid bilan BYD chempion deb qo'yildi nomi. BYD, demak BYD bu oldin xitoycha yozuvdan tashkil topgan logotipimiz. Endi butun xalqaro mashinaga aylanganligi uchun buni albatta logotifini o'zgartirishga harakat qilindi va o'zgartirildi. Bizda 6 ta parktronigimiz 6 ta, bu bokovoyda ham parktronigimiz bor. Mana optikamizga e'tibor beradigan bo'lsak, hozir biz optikamizni tashqi ko'rinishi haqida ozgina to'xtalib o'tdik, lekin bu yerda hozir LED linzaviy faralardan tashkil topgan va qanaqadir bir biz ko'pchiligimiz xabarimiz bor, BYDni dizayneri kelinglarki bu dengizlardan ilhomlangani uchun bu yerda hozir как будто yig'lab turgan, ko'z yosh to'kib turgan mashinaga o'xshab uzoqdan kechki payt bu chiroyli ko'rinadi. Mana shu ko'z yoshlar qilib qo'ygan tomchilardan. Bizda tumanligimiz ham LEDdan iborat. Ikkita bizda liniya LEDdan foydalanilgan. Oldin tarafi esa bizga albatta mana shu haqiqiy elektromobil, hech qanaqangi benzin bilan qo'shilgan emas bu. Elektromobil havo o'tkazgichsiz bo'lgan buferlarimiz tasvirlangan. Demak azizlar, oldin tarafida xuddi mana shunday. Bu tomonda esa havo o'tkazgich bizda albatta siz yaxshi bilasizki, elektromobilda ham radiator bor. Radiator nima vazifani bajaradi bilmaganlar uchun aytib o'tib ketamiz. Radiatorimiz bor, radiatorimizga antifriz dabavka qilinadi va radiatorimiz kerakli paytda batareykamizni sovutish vazifalarini o'tab turadi. Hamda bizda konditsionerimiz uchun ham alohida radiatorlarimiz bor. Diskalarimizga keladigan bo'lsak, diskalarimiz bizda hozir buni
har doim hamma aytayaptiki, almashtirish kerak emas, o'zi yumshoq pokrishkalar bilan jihozlangan deydi. Haqiqatan ham bu yumshoq pokrishkalar bilan jihozlangan. Hozirgi kunda bizga bozorlarga olib kelinadigan pokrishkalarimiz biz almashtirib aynan yumshoq pokrishka qo'yamiz deganda xuddi mana shunaqangi pokrishkalarga almashtiramiz o'rtoqlar. Demak, bizni kolyosniy bazamiz juda ham kengish, albatta crossoverlarga xos bo'lgan 2765 dyumdan iborat va 235 50 R19 pokrishkalar bilan, diskalar bilan jihozlangan o'rtoqlar. Mana shunaqa gaplar. Bizda albatta 360 bor. Dar haqiqat oldinda ham 360 kameramiz, oldinni ko'rsatadigan kameralar joylashgan va mana bu tomonda ham e'tibor bersangiz, orqani ko'rsatish ko'zgusida ham bizda 360 kamerasi joylashgan. NFS bor. NFSsiz hozir mashinalar demakki kamroq kelyapti. Mana bu tomonda esa поворотник liniyamiz bor o'rtoqlar. Xo'sh, yana nimalarga to'xtalamiz? Diskalarimiz agar e'tibor bergan bo'lsangiz, BYD sonlarda diskalarimizda plastmassaviy detal ishlatiladi. Mana buni o'rniga plastmassaviy detallardan voz kechilib, hozirgi paytda umumiy quyma diskalardan foydalanilgan. BYD sonlarni sotib olgan insonlar esa mana shu plastmassasini qaysidir mijozimiz yoqtirmasdan buni o'zgartirishim kerak, olib tashlashim kerak degan fikrlarga kelganda ularga yo'q, stop deyilgan. Sababi o'sha plastmassamiz mana bu diskalarimizni sovutish vazifasini o'tagan o'rtoqlar. Panorama tom, lyuk bor. Albatta bu bo'lish kerak edi ham. Bu tomonda bizga 380 bilan demak zaryadlash portimiz bor. Bu tomonda chiroqlar o'rnatilgan. Albatta siz ochgan paytingizda chiroqlarimiz yonadi. Demak, yana qayerda? Keyin menga mana bu o'sha oldingi eski ruchkalarimizdan foydalanilgan mana shu ruchkalarimiz juda ham yoqadi. Ko'p mashinalarimizga e'tibor bergan bo'lsangiz, endi BYDlar bunaqa xatoni qilmaydi deya olmaymiz. Mana BYD Silda ham mana shu narsa bor. Ichkaridan chiqib keladigan hozir zamonaviylashtirilgan o'sha ruchkalarimiz qo'yilgan. Sensorning demakki, u ruchkalarimiz qish paytida yaxlab qolish, muzlab qolishi mumkin. Bu tomonda beskulchovoy dostupimiz bor. Buni aytish yodimizdan ko'tarilibdi. Beskulchovoy dostup faqat oldinda bor. Afsuski, orqada beskulchovoy dostupimiz yo'q o'rtoqlar. Parktronikimiz orqada ham Bakovoydan boshlangan. Bu orqada ham 6 ta parktronikimiz bor. Hamda orqani ko'rsatadigan 360 kameramiz shu tomonda joylashtirilgan. Bu tomonda esa bizni monoqosh bilan orqamiz jihozlangan. Orqani tozalaydigan dvornigimiz bor. Bu tomonda esa Xitoy yozuvlari bilan bir narsalar yozilgan. Sotib olgandan keyin baribir sekingina bu yozuvlarni olib tashlasangiz kerak. Yana nimamiz bor? Xo'sh, orqani ochamiz. Hamma biladi, bizda ehtiyot shart qo'yilgan. Bu bolalar bo'ladimi, yo bo'lmasam qanaqadir bir xavfsizlik tizimini ishga qo'yilgan. Bu sizni qisib qo'ymaydi. Mashina bilan birgalikda poliglarimiz qo'shib beriladi o'rtoqlar. Hozir poligni ichkariga qo'yib qo'yamizmi? Ichkariga qo'yib qo'yaylik. Poliglarimiz qo'shib beriladi va mana bunga e'tibor bering. Hayolimda oldin yo'q edi mana shu narsa. 7 kilovatlik zaryadligimiz. 7 kilovatlik bu uy sharoitida sizga eng kerak bo'ladigan. Yana bitta sekretni ochib qo'yishim kerak sizlarga. Elektromobilni xarid qilganingizdan keyin faqatgina 380 voltdan foydalanib buni tez zaryadlayman desangiz, sizni cho'ntagingizga zarar bo'ladi. Chunki 380 bilan ko'chada agar zaryadlaydigan bo'lsangiz, u yaxshigina pul bo'ladi. Agar siz qachon shoshib turgan bo'lsangiz, bemalol 380 dan foydalanishingiz mumkin. Lekini bor. Agar har doim ham katta kuchlanishda akkumulyatorimiz zaryad olaversa, balkim uni qanaqadir bir batareykaga zarari ham bo'lishi mumkin o'rtoqlar. Shuni ham yoddan ko'tarmang. Chunki uyda qo'yilgan 7 kilovatlikda qo'yiladigan zaryadlikda bizni akkumulyatorimiz bemalol zaryad oladi. 380 da esa u qanaqadir bir qizishlar paydo bo'lishi mumkin baribir. Chiroqni qaytarish stoplarimiz bor ekan bu yerda. Demakki, mana bular qo'shib berilsa kerak.
bular qo'shib beriladi. 7 kilovatlik zaryadlik haqida gapirib o'tdim. Buni uyga borgandan keyin albatta siz buni qo'yishdan oldin stabilizator qo'yishni unutmang o'rtoqlar. Stabilizator qo'yib olsangiz, sizga bir xilda tokni yetkazib beradi va sizni batareykangizni umri uzayishiga olib keladi. Demak, mana bu jihozlar ham qo'shib beriladi. Bizda stabilizator yo'q qo'shib beriladigan, u stabilizatorni o'zingiz xarid qilishingiz kerak. Shtorkamiz orqada bu ehtiyot shart, buni ko'rinishi juda ham chiroyli turishi uchun shtorkalarimiz bor. Orqa tomonda esa mana e'tibor qarating. Orqa tomonda mana bu nima degan savol bo'lishi mumkin. Buni siz dam olishlarga chiqqanda, yo bo'lmasam ko'plab hovlida turadiganlarda chiroq tezda o'chib qolishi mumkin. O'sha paytda siz bemalol uyingizni, butun hovlingizni yoritishingiz mumkin mashinaga ulab turib. Yo bo'lmasam dam olishga chiqqanda bemalol choy qaynatib, telefoningizni zaryadga qo'yib, yo bo'lmasam qanaqadir qulayliklardan, tok kerak bo'ladigan joylar, qulayliklardan foydalanishingiz mumkin. Bu qulayliklardan bittasi. Xo'sh, bu tomonda esa 3 kilovatlik zaryadkamiz. 3 kilovatlik zaryadkamiz, bu bilasiz, primoy tokka tiqib qo'yiladi. Buni endi ko'pincha ko'p holatlarda mehmonga borganingizda zaryadingiz tugab qolsa mabodo, o'sha uyga to'g'ridan to'g'ri tokka tiqib qo'yib zaryadlashingiz mumkin. Mana bu yoqda esa hech qaysi mashinalarda uchramaydigan mikrofonimiz bor. O'rtoqlar, BYD'larning ko'bida emas, hammasida ham bo'lsa kerak. Hammasida karaokesi bor ichida. Siz bemalol agar qanaqadir bir tadbir o'tkazayotgan paytingizda ochiq joyda qo'shiqchi kelmay qolsa, yo bo'lmasam qanaqadir bir sizga bir ilhom kelib qolsa, qo'shiq aytgingiz kelib qolsa, mana bu karaokedan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Nimaga endi zapaska yo'q degan insonlar uchun? Nimaga endi BYD'larda yoki ko'p elektromobillarda zapaska ko'rmaymiz? Ular zamonaviy usulga o'tib olgan. Mana bu yerda bizni oldingi tilda aytadigan bo'lsak, nasos, elektronniy nasosimiz bor. Siz bemalol damlashingiz mumkin va o'zini maxsus kleylari bor. Kleyimizdan foydalangan holda siz bemalol yo'lda turib mashinangizni o'sha teshilib qolgan joyini yamab ketishingiz mumkin. U vaqtinchalik vulkanizatsiyaga yetib olganingizcha sizga xizmat qiladi. Xo'sh, orqada boshqa qiziqarli joyi yo'q va biz bu tomonda esa o'ylashingiz mumkin, bu havo o'tkazgichmi deb. Yo'q, bu havo o'tkazgich emas, faqatgina chiroyli ko'rinish uchun qo'yilgan. Mana bu tomonda esa chirog'imiz bor ekan. Demak, bu orqaga yurganda orqani ko'rsatib turadigan chirog'imiz. Yuqorida esa spoilerimiz bor. Qanot qo'yib yuradigan o'rtoqlarimiz yaxshi ko'radi buni. Demak, mana bu tomonda azizlar uy sharoitida zaryadlash portimiz turibdi. Siz ham buni uy sharoitida zaryadlashingiz mumkin, ham siz bundan foydalanib o'sha hozir ko'rsatganimizdek dam olishlarga borganda BYD'dan tok olishingiz mumkin bo'ladi. Kerak bo'lganda. Kapotni ham ochib ko'raylikchi. Qani nimalarga tushunib olamiz. Xullas, kapot qismida e'tibor qaratgan bo'lsangiz, mana mashinamiz kelganda endi o'zi yangi mashina bo'lganligi uchun hozir unchalik ham bilinmayapti, lekin mana bu tomonda minus tomonni ham aytib ketishimiz kerak. Mana bu tomonda ko'proq chang yotib qoladi. Sababi mana rezinkamiz qayerdan ishlatilgan. Rezinkamiz faqat mana shu tomonni changini ushlab qoladi va mana bu tomonlarga, bu qismiga e'tibor bermaydi. Mana azizlar, buni hamma bilsa kerak. Bizni laboyimizni tozalash uchun ishlatiladigan suyuqlikni solasiz va biz motor qismida mana bu tormoznoy жидкость va antifriz qayerda ekan? Antifriz. Antifriz uchun mana bu ochilar ekan. Mana bu qismi ochilar ekan o'rtoqlar. Mana yana bitta minus tomon ustimga ham raso qilib oldim. Antifriz uchun ochilar ekan. Mana shuni ham chiqarib qo'ysak bo'lardi. Shu. Endi antifrizni
o'ziga yarasha urovni bor. Mana shu urovni o'tib ham ketmaslik kerak. Shuning uchun menimcha antifrizni ichkariga tiqib qo'ygan. Mana 12 voltlik akkumulyatorni ko'ryapsizlar o'rtoqlar. Ayrim hollarda savollar tushadiki, mashinamiz 100% zaryadi bor, lekin nimagadir ertalab yonmadi. Nima qilishim kerak degan paytda ko'plab shunaqa fikrlar borki, 12 voltlik akkumulyatorimiz o'tirib qolsa, mashinamiz yonmaydi, o'tolmaydi. Nimaga? Chunki mashinamizni asosan multimedia qismini ishlatadigan va o't olishga xizmat ko'rsatadigan bu o'sha eski DVS motorlarda turadigan akkumulyatori bor bularni. Siz aytishingiz mumkinki, bu o'zi tokdan iborat bo'lsa, bu elektromobil bo'lsa, bunga 12 voltlik akkumulyator nimaga kerak? 12 voltlik akkumulyator xuddi mana shunga kerak. Media qismini va mashinamizni o't oldirish. Endi o't olmaydi bu. Bu o't ham olmaydi, yonmaydi. Yonish deganda biz o't olish, yonish bu ikkalasi ham bir so'z. Buni endi nima deb aytish mumkin? Men hayronman. Agar kimdir bilsa, shuni kommentariyaga yozib qoldiringlar, birga fikrlashamiz. Ichkari qismiga o'tamiz o'rtoqlar. Mana e'tibor qaratamiz, mana eshigimiz ochiq. Eshigimizda bu tomonda yumshoq plastik ishlatilgan. Mana Aqua Printdan foydalanilgan. Aqua Print, demakki, bu tomonda Infinity degan pishalkamiz va kolonkamizni o'zi Infinity firmasiga tegishli. Buni qarang, xromoviy ruchkalarimiz va bu tomonda esa bizning eshiklarimizni elektron ochib yopadigan va avtomatik tarzda ko'tarib tushiradigan qismlari. Bu tomonda esa ko'zgu, orqa ko'zguni regrovka qilib olishingiz uchun va ko'zgumuzni yopib ochadigan knopkasi. Bu tomonda esa qo'lingizni qo'yib ketgan paytingizda siz bexijolat ketishingiz uchun sifatli bir kojadan foydalanilgan. Bu tomonda esa kojamizni boshqacha bir rangidan foydalanilgan ekan. Va bu tomonlarda esa yumshoq bo'lmagan, lekin sifatli plastikdan foydalanilgan. Mana o'rtoqlar, e'tibor qarating, bizda sidenalarimiz avtomatik tarzda knopka orqali boshqariladi, lekin xayolimni xotirasi yo'q ekanmi deyman buni. Bunda xotira yo'q ekan. Balkim bizni shu versiyamizda xotira bo'lmasligi mumkin. Xo'sh, ichkari kiramizmi? Kiramiz ichkariga. Xo'sh. Mana o'rtoqlar, rulimiz ham unaqa elektron emas ekan. Elektron emas, ruchnoy va biz sizlarga aytishimiz mumkinki, mana bu tomonda cruise control, climate control va mana bu monitorimizni vertikalniy, gorizontalniy qiladigan mashinamizda avtoparkovkamiz bor. BYD sonlar bilan farqi deganda mana shu avtoparkovka bilan ham farq qiladi. Deflektordan boshlaylik. Deflektorimiz o'zgacha, qanaqadir особый emas, lekin o'zgacha. Bu tomonda xromoviy qilingan va mana bu yuqori qismlarda haqiqatan ham juda ham yumshoq plastiklardan ishlatilgan. Mana bu rulimiz esa kojanniy, o'rtada BYD degan logotipni qo'yib qo'ygan va aerobakimiz rulda joylashtirilgan. Qarang, nechta aerobakimiz bor. Bitta bu yerda aerobakimiz bor. Bitta mana bu tomonda aerobakimiz. Yo'lovchimiz uchun alohida aerobak va yuqorida aerobak. Mana bu o'rtada yana ikki chetda aerobak va orqada aerobakimiz. Qancha bo'lyapti? 2, 4, 8 ta aerobak. Xudo ko'rsatmasin, hech kimga mana shu aerobak kerak bo'lmasin. Biz doimo xohlaymizki, mana shu yo'lovchilarimiz sog'-omon uylarga yetib borishlarini va farzandlari, oilasi bag'riga sog'-omon yetib borishlarini xohlaymiz. Rulimiz bu tomonda media qismi joylashtirilgan. Siz telefonda gaplashasizmi, qo'shiq eshitasizmi? Bemalol eshitishingiz mumkin. Qarang, mana bu bizning mashinamizni mana bu tomonda kilovat 0 kilovat ko'rsatib qo'yibdi. Mana shu sizga batareykangizni qancha rasxod qilayotgan, gaz bosganingizda qancha rasxod qiladi, shuni ko'rsatib turadi. Bu tomonda esa tezligimiz va mashinamizni batareykamizda qancha quvvat bor, necha kilometr yurib beradi,
Hammasini mana shu yerdan bilishingiz mumkin. Mana azizlar, bu BYD'ning fishkasi. Mana shu monitorni gorizontal va vertikal qiladigan o'ziga yarasha fishkasi bor. Monitor orqali siz demak o'zingizga kerak bo'ladigan ko'plab funksiyalarni boshqarishingiz mumkin. Bu tomonda knopkalar orqali ham berilgan, lekin qo'shimcha qanaqadir funksiyalar, ya'ni juda ham funksiyasi ko'p mashina hisoblanadi. Qolgan funksiyalarni siz monitor orqali bajarishingiz mumkin bo'ladi o'rtoqlar. Bizda kartalarimiz ham bor, bizda masalan antiradarlar ham, hammasi Android bo'lgandan keyin siz o'zingiz xohlagan barcha funksiyalarni qo'yishingiz mumkin. Demakki, biz bu tomonda chiroyli bir kojadan ishlangan va o'ziga yarasha bir go'zal qilib tikish choklari deydi buni, tikish choklari bor ekan. Deflektorlarimiz chetdagilardan farqli o'laroq bu ozgina bir kichkinaroq joylashtirilgan va vertikal gorizontalga farq qilar ekan. Xromoviy liniya bilan atroflar olingan va siz yo'lda ketayotgan paytingizga, uzoq yo'lga ketayotgan paytingizda bitta o'zingiz besprovodnoy zaryadkadan foydalanmasdan sherigingiz bilan foydalanishingiz mumkin. Mana ikkita joy qo'yib qo'yilgan, bemalol foydalanishingiz mumkin ekan o'rtoqlar. Bu tomonda esa bizni mashinamizni chiroyli tarzda ko'rsatib turish uchun har xil o'zini bir ilhom bag'ishlaydigan bir go'zallikdan bahramand qilish uchun bizda xohlagan bir chirog'ingiz yonib o'tishi mumkin. Xohlasangiz har xil rangni qo'yib qo'yishingiz mumkin. Demak o'rtoqlar, bizda avarinkamiz juda ham qulay joylashtirilgan. Avarinkani masalan bu tomonlardan qidirib yurmaysiz. Albatta mashinaga o'tirgan paytingizga plotni o'tirib olsangiz, qo'lingiz bemalol yetishadi. Uzatishingiz ham shart emas. Bu tomonda avto parkovkamiz, bu tomonda esa avto hol, bu tomonda esa stop starimiz bu, avto ruchnik. Mana bu knopka orqali siz sport, eko va normal rejimlarga yurishingiz mumkin. Menga eng yoqadigani, mana bu endi multimediani boshqarasiz bundan. Multimediani past-baland qilishingiz mumkin. Menga eng yoqadigani mana bu tomon, chunki bilasizmi nima? Yo'lda ketayotgan paytingizda ko'p mashinalarga e'tibor bersangiz agar, pechka yoki bo'lmasa konditsioner qismini monitordan regrovka qilishingizga to'g'ri kelib qoladi. Bu yerda esa siz bemalol mana shu ruchnoy knopka orqali boshqarishingiz mumkin o'rtoqlar. Mana bu yerda podstakannik, ikkita podstakannik, bemalol sherigingiz bilan kofe ichib, bir narsalar qilib ketishingiz mumkin, chunki bizning mashinamizda polasa держатель ham bor. Bemalol mashinani o'ziga qo'yib berib turib, yo'lga ravona bo'lishingiz mumkin. Demak o'rtoqlar, barga e'tibor bering. Barimiz juda katta. Bu xolodilnik vazifasini ham bajaradi. Mana bu tomonda qarang, juda ham o'ziga yarasha joylari bor. Qanaqadir bir narsa qo'yishga. Mana bu tomonda Type-C, bu tomonda esa fleshkaga joy turibdi. Bu tomonda esa 12 voltlik USB porti. Bu ham peripheral. Bemalol siz undan tok orqali ham foydalanishingiz mumkin. Sidenalarga keladigan bo'lsak, sidenalarimizda obduv, abagriv bor o'rtoqlar. Bundan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Orqa tomonga e'tibor qaratsangiz, orqa tomonda ham xuddi oldindagidek kojenli sidenalar va mana bu tomonga bizda mana bu chiqib turgan temirni nima deyishingiz mumkin? Bu nima o'zi? Ikki tomonda ham bor. Qani bu tomonda ham bormikin? Bu tomonda ham bor ekan o'rtoqlar. Bu bolalarni, yosh bolalarni kolyaskachasini ildirib qo'yadigan va mana shu tomonda kripit bo'ladi. U o'zi siz uchun tayyor turibdi. Siz bemalol bundan foydalanishingiz mumkin o'rtoqlar. Deflektorlarimiz bor alohida, orqada konditsioner pechkalarimiz uchun va Type-C hamda USB portlar bu tomonda ham bor. Cho'ntagi ham bor ekan, telefoningizni zaryadkaga qo'yib qo'ysangiz bemalol tushib ketmasligi uchun. Azizlar, xayolimda sizlarga ko'rsatib bermoqchi bo'lgan qismlarimiz shular edi va siz mana pultimizni ham ko'rishingiz mumkin. Pultimiz ham o'ziga yarasha bir jozibali BYDlarga xos keladigan, BYDlarning bir xil bo'lgan pultlari bor. Bu mashinalar uchun, hammasi uchun bir xil. Hozir men sizlarga yana bir narsani ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda knopkasi bor va siz mabodo mashinangiz
o'chib qolib, mashinangiz o'chib qolib, eshigini ocha olmasangiz, mana bu kaltdan foydalanishingiz mumkin. Chunki biz bu yerda kaltni joyini ko'rganmiz-ku, lekin qanaqa qilib bu ishlatilishini hech qachon o'ylab ko'rganmiz endi, qanaqa qilib ishlatilar ekan bu deb o'ylab ko'rganmiz. Bar bu yerda ham kalti bor, lekin mabodo bu sizda uyingizga yo biror joyga qolib ketadigan bo'lsa, doim pult oldingizda bo'lgani uchun bu yerda alohida o'zini kalti bor. Akkumulyatoringiz umuman o'tirib qoldi va mashinangizni ocha olmayapsiz. Siz mana shundan foydalanishingiz mumkin. Shaharda ishda o'zi eng qulay unaqasi avtohold. Qulayliklardan bittasi avtohold hisoblanadi. Bu avtoholdni o'tgan safar ham ko'rsatdik. Mana probka paytida avtoholdni yoqib qo'ydik va oyog'imiz tormozdan oldik. Siz bemalol ham bunda harakatlanish sensorimizda mana harakatlanish belgisi yonib turibdi, lekin mashinamiz avtoholdda turgani uchun bemalol oyog'imizdan olib qulaylikda endi bu ham bir hozir borgan sari masalan mashinalarimizda qulayliklari ko'payib boryapti. To'g'ri bir paytlar o'sha 80-yillar deymizmi, 90-yillar deymizmi, o'sha paytlarda qanaqadir bir ikkita eshigi yopilib, ichiga pechkasi bo'lmasa ham, muzday bo'lsa ham, qanaqadir bir zo'r mashina ekan deb maza qilib minilgan o'sha mashinalarga. Lekin zamon taraqqiyoti bilan o'zgarib boryaptiki, mana shunchalik xalq uchun, odamlar uchun, mijozlar uchun shunaqa bir mashinalar yaratilyapti. Hattoki shuni tormozni bosib turish ham shart emas. Mana kelib to'xtadingiz, oxirigacha to'xtatdingiz mashinani va tormozdan oyog'ingizni oldingiz. Mana shunchalik darajaga qulayliklar. Buni endi aytishimiz mumkin, zamon shiddat bilan o'zgarishi, zamonni talabi, odamlarning noziklashishi, didi yuqorilab ketganligi shu narsa deb o'ylayman. Lekin mashinaga gap bo'lishi mumkin emas. Ya'ni bu hozir xayolimda bitta bu BYD Song Champion Edition haqida gapirmayapman to'g'risi. Butun mashinalarda hozirgi mana shunaqangi zamonaviy qulayliklar juda ham ko'p. Yana nima haqida gapirsak? Umumiy olganda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Hozir to'g'risi men kelayotgan paytimda sportga qo'yib ko'rdim. Juda tez. Xayolingizda o'ziz qolib ketib, mashina chiqib ketayotgan deydi. U ham juda ham mana yo'ldan mashina kelyapti, odam to'satdan chiqib qoldi. To'satdan chiqib qolgan paytda siz ushlay olmasligingiz mumkin o'zingizni, yo bo'lmasam qanaqadir bir ko'rmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun xayolimda tezlikka umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bundan tez yursa agar mashina slishkim bo'lib ketsa kerak deb o'ylayman. Chunki qanoti bo'lsa shu o'zi qanot bo'lsa uchishga tayyor turibdi. U bilmadim hali sportkarlar ularni qanaqa bajardi. Keyin yana bir narsani shu paytdan foydalanib bir narsani aytib qo'yishim kerak. Kechki paytida bu shaxsiy hayotimda bo'lgan voqea. Men butun mana shu tomosha qilayotgan ko'plab endi bizani mashina haqidagi ko'rsatuvlarimizni ko'plab erkaklar ko'rishadi va men tavsiya qilaman, erkaklar ko'rgan paytda ham oilaviy uydagilarga, farzandlariga, ayoliga, kerak bo'lsa shu onasi bo'lsa oyisiga ham, otasiga ham bu voqealarni aytib qo'yishni tavsiya qilaman. Yo'ldan kelyapman, kechki payt peshixodga ishonib bitta oila mashinam tagiga qolgan. Deyarli men o'sh bosib ketdim ularni deb o'ylagandim-da. Lekin yuqorida Alloh taolo meni asrab qoldi o'sha payt. Peshonamda yozilgan ekan shu narsa. Shunaqa bo'ldiki, men vaziyatdan chiqib ketib qoldim. Tushunasizmi? Lekin qanaqadir bir nimalardir saqlab qoldi o'sha momentda. Qanaqadir bir millisekundlar saqlab qoldi. Men ko'rmay qoldim. Действительно ko'rmay qoldim ularni. Demoqchi bo'lganim, peshixod bor ekan, bu bizning yo'limiz. Yuraver, kerak bo'lsa to'xtaydi-da degan insonlar ko'payib ketgan peshixoddan o'tayotgan paytda.
Azizlar, bu texnika bu. Bu texnika. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, texnikaga unchalik ham ishonmaslik kerak. Ichkaridagi o'tirgan odam balkim chalg'igan bo'lishi mumkin o'sha paytda. Qanaqadir bir случай bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men o'sha oila bilan bo'lasizmi, boshqasi bilan bo'lasizmi, hammaga yetkazib qo'yishlarini so'rab qolaman. O'sha oilamizni o'zimiz asrashimiz kerak. Shuning uchun ogohlantirib qo'yinglarki, o'sha peshixoddan o'tayotgan paytimizda juda ham hushyorlikdan oshirib, to'xtaganiga ishonch komil qilib turib, keyin o'tishimiz kerak. Shofyorlarga ham fikrim, to'xtamasdan turib o'tkazib yuborishni xohlaydi. Unaqa qilish kerak emas. Chunki u yerda seni farzanding bo'lishi mumkin. U kimdir farzandi, sendan o'tib ketaman, bu mashinadan o'tib ketaman deb boshqa bitta mashina ko'rmay qolib urib ketishi mumkin. Shuning uchun bir-birimizni hurmat qilaylik, hech qayerga shoshilish kerak emas. Ha, mashinaga qaytadigan bo'lsak, mashinamizga gap bo'lishi mumkin emas. Bu avvalam zamon taraqqiyoti, zamonamiz shuni xohlayapti. Mana kecha muhtaram prezidentimiz ham ta'kidlab o'tdilar. Shaharda, Toshkent shaharida aynan havoni ifloslanib borishi, mana atrofga qarasalar shuncha mashina, hamma joy probka, mashinalar juda ko'p. Albatta bulardan chiqayotgan zaharli moddalar havomizni ifloslanishiga olib kelyapti. Shuning uchun biz ham harakat qilishimiz kerak. Baribir elektromobillarga qiziqib borishga, elektromobillarga intilib borishga. Kimlardir aytishi mumkin, "Mana kimgadir pul bor, lekin kimgadir pul yo'q." Harakat qilsa bo'ladi o'rtoqlar. Harakat qilishimiz kerak. Harakat qilib, o'sha elektromobillarga sekin-sekin o'tishimiz kerak. Ham o'zimizning sog'ligimiz uchun, ham cho'ntagimizga foyda bo'lishi uchun, ham atrof muhitni zaharlamasligimiz kerak. Biz mana zamon taraqqiyoti deb hozir ham aytib o'tdik. Zamon taraqqiyoti bilan albatta mana shu texnikalarimiz ham rivojlanib boryapti. Rivojlanganga qarab biz kerakli bir foydali bir texnikalarga o'tib borishimiz kerak. Demak azizlar, biz sizlar bilan bugun BYD Song Plus Champion Edition haqida gaplashdik va agar bizni mana shu obzorimiz yoqqan bo'lsa, bitta like qo'yib qo'ying va agar qo'lingiz band bo'lmasa, agar kommentariy yozing, yana qanaqa mashinalarni siz bilishingizni xohlaysiz va qanaqadir kamchiliklarimiz bo'lgan bo'lsa, ularni ham yozib qoldiring. Podpisatsiya qilish esa u xohishi o'zingizga. Podpisatsiya qilib qo'ysangiz biz rosa ham xursand bo'lardik. Har holda biz yigitlar bo'lgandan keyin mashinalarga qiziqamiz va mashinalar haqida yangiliklar bilib borishimiz kerak. Sizlar bilan albatta mana shunday BYD Champion haqida gaplashgan bo'lsak, keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr deb qolamiz va bizdan uzoqlashmang. Toshkent Motors azizlar. Toshkent Motors sifat qiymatdan ustun.